وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İlim degan nima? Ulamolar kim o? İlimning Allohdan qo'rqish bilan nima aloqasi bor? Ulamolarimiz bilan qanday muomalada bo'lishimiz lozim? Ulamolardan sodir bo'lgan xatolikqa qanday muomala qilamiz? Ulamolarga qanday uslub bilan nasihat qilindi? Nima sababdan ulamolar hujum obyektisi bo'ladi? Ulamolarning sha'nini xulqlashtirayotgan kishilar kimlar? Buning orqasida kimlar bor? Musulmon bir millatning ulamolardan ayrilib yashashi mumkinmi? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lekal hamdu kema yenbaghi li celali vejhik ve azimi sultanik la nuhsi sana'un aleyk ente kema esneyte ala nefsik ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Dünyanın her qaysi joylaridagi ko'rman qarindoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz Allohning yordami bilan Huquq va majburiyat nomli programmamizning 20 bölümünü sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümünde ulamolarning haqlari, ularga qanday muomala qilish kerakligi, ularning so'zlari shariatga zid kelmagan asosda ularga itoat qilishning islomdagi o'rni qatorliq bir turlik savol va javoblar ustida to'xtalamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh ustoz Muhammad Ali. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimiz islomiy prinsipda ijtimoiy munosabat va shu jamiyatda ulamolar yashagan bo'lganligi uchun ulamolar millatning sarxillari va ularning yetakchilaridan iborat bo'lib, millat ular bilan qanday muomalada bo'lish kerakligi to'g'risida to'xtalamiz. Undan burun ularni, ya'ni ulamolarni olimlik darajasiga ko'targan ilm haqida qisqacha bir izoh berib o'tgan bo'lsak, undaqda ilm degan nima? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Sohbetimiz baştan ahir hazır kelgenge kadar ictimai cemiyetdeki en başlanış noktası olan aile, ayalның hak hukukudun tatip muş cemiyetimizden ki gövdesi içindeki bir tür, bir sınıf hesaplanıdığan alimlarning hak hukuku, alim bommaq Allah'ın alimlarga qarata muamele qilish usulleri, yani bularning mı hak hukuku alimga qarata. Bu haqdaki söhbetni bugün başladık. Biz alim ulamolar babıga kirishdan ilgari ilim haqqida to'xtalish to'g'ri keladi. Yani sizlarning so'rgan savol bo'yicha. Endi ilim umumiy hukm. Yani insan hayatta yaşagan iken aldığı duş keladigan barliq ishlarga bir tabirga lazım buludu. Tabirga ehtiyojliq yani. Çünkü insan o kadar qiyinchiliklarga duch keladi ki ma'naviy moddiy, o kadar yechilmagan murakkab masalalarga duch keladi ki agar mushu masalalar haqida bir ma'lumotga, bir uchurga ega bo'lmaganida hayotida mayli dunyoda olsun yoki dunyodan ketgandan keyingi natijalarda olsun salbiy natijalarga erishib qolishi mumkin. Mushu temada Qur'oni Karimdagi bu oyat bir oyat mening bak diqqatimni tortdi. Allah subhanahu va taala insonni zaminga yaratgan yoki yaratadigan vaqtida malaikalarga shunday xitob qiladi. İnni ja'ilun fil ardi halifatan. Yani ben zımında
bir top kişilerini yaratmakçı, yani bir izbasarlarını yaratmakçı, ya ki Allah'a vekillik kılıdığan, zeminin nöbetdeki vazifesini üstüge alıdığan bir top insan yaratmak degan vaqtida insanın karakteri, tabiatini asas qilib turib, malaikalardan şunda bir sual qiladi. Yani insanın tabiati, karakteride birisi-birisini öldürüş, birisi-birisini qanini töküş mesela. Bunda bir ahval ba. İken mesela siz yaratılgan bu insanınki ama biz malaika buluş sübütümüz bilen sizlarga ibadetin başkını qilmaymiz. Bütünlay vazifemiz sizlarni ulug'lash, sizlarni muqaddaslash. Bu insanın yaratılış sebebi ne? Yani insanın malaikalarga berilgan uçur yoki malaikalarning inson haqida biladigan noktası insanın tabiatidagi bir karakter meselesi. Şu vaqtida Allah subhanahu ve taala insanın malaikalarga o'xshamaydigan bir tarafini o'ttirg'i ep chiqish orqali insanın ziminde yaşashga haqliq bir maxluq ekanligi. Allah'ın insanı yaratışda o kadar bir hikmetinin bağlılığını malaikalarga tushungan. U olsun nima o desa, Qur'oni Karimning şu vaqalik, şu bayonlar so'zlanayotgan sahifasida bunu oyatlar ifodalanadi. Va allama Adama asma'a kullaha. Yani insanga bir narsa ügetti deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Yani biz insanın alahidligi, malaikalarning oldida ko'rsatilgan bir alahidlik sifatida o'tirib qo'yildi da bir narsa ügetti ifodasi. Biz müşahidin biraz diqqatimizni malaikalar dünyasıga biz biladigan derecedeki andakin dünyada biz bilan birga yashayotgan insonning boshqa maxluqlar dunyosiga diqqatimizni tortgan vaqtimizda manda bir nuqtani bayqaymiz. Malaikalarningki bir xil tabiat yaratilganligini, Qur'oni Karimdagi malaikalarning sifati var ya, ular faqat Allah buyurganni qiladi. Allah'ın buyrug'ini bo'lmaydi, asi olmaydi. Yef'aluna ma yu'marun, sunama ve la ya'sunallaha ma amarahum. Ma şekilde malaikalarning tabiati bizga bildirilgan. Malaikalar shu bir xil yaratildi. Yaratılgan şekilde ularning hayoti davom qiladi. Allah iroda qilgan, xalqan chaqqicha Allah yo'q qilib o'tishni xalqqa vaqtda shu paytda yo'q qilib o'tadi. Malaikalarda boshqa o'zgarish yo'q. Yaratilganda qanday bo'lsa, o ularning hayotidagi vazifasini ijro qilinishi shu shaklda bo'ladi. Endi hayvonlar dünyasıga qaraganimizda, hayvonlar dünyası tug'ilgan eng kichik bir hayvonning tabiatida onun hayotda qiladigan vazifasi yoki yashaydigan bir muhitiga moslashgan bir holat bor. Bu holatdan ya yuqorilamaydi, tuvallamaydi. Ya'ni taraqqiy qilmaydi hayvonlar. Bir toshbaqa o'zining tuxumidan chiqiblam dengiz tarafiga qarab minish bir programması var toshbaqada. Bo'lmasa onu saqlab turgan, yeymen deyotgan ba'zi hayvonlar bor. Janubga uchib borgan qush, tug'ib qo'ygan tuxumdan chiqqan chuchuq qush uchqudagi bo'lgan vaqtda shimoldagi yurtiga qaytib keladigan bir vujudida xarakter bir programma var. Hayvonlar o'zidagi yaratilgan bu xarakterdan haliqib bir harb yoki bizga o'xshash bir narsa o'rganmaydi yani. Bu alahidlik yok. Ama insancı. İnsan ne malaikalar dünyasına okşamaydı, ne hayvanlar dünyasına okşamaydı. İnsan dünyaya quruq tuğuludu. Ügünüş arqılıq. Taraqqiy qilib, adam haqli yetmegudek neticelerini qo'lga keltireleydi. Yani yükseleleydi. Ügenmeslik arqılıq özünün normal hayatını yaşayanmağıdek derecede tüvelleydi. Şoňaşqa insan ügünüp haqiqiy alim bolgan vaqtda o malaikalardan derecesi yuqoruladı ki Allah şu ayatning ahirida malaikalarni insonga sajda qilishga buyuruydi va inson malaikalarning hammasi qanday qiladi? Sajda qiladi, şey iblisdan boshqa. Ammo inson ügenmey dünyada hayvandan beter holatga tushadi ki o'zi kim dunyoga nimishqa keldi, nima uchun bu dunyoda yashaydi, ne ketyapti, nima ish qilishi kerak, buni o'qimaydi. Bular qanday tasvirlanadi Qur'onda? Ulaika kal an'am bel hum adal. Bular hayvondan tuvan tasvirlanadi. Yani insan Allah subhanahu wa taala shunda yaratdi ki ilim bilan insan malaikadan ulug', malaikalar sajda qilgudek derecede hurmatga ega. İlimsiz
hayvandan mı tüven? Çünkü neymiş qamdı ilim dige keldik emasmı? İnsanın bir geçmişi var, yani ötmüşü var. İnsanın bir urullaştırılgan bir jayı var aslında. Yani cennetten ibaret. İnsan hatalık tüpeyledin cennetten zamanға düşürüldü. Zemin insanğa nisbeten bir imtihan meydanı olup bekitildi. Zeminden çıkandan kin insanın barada gayrı var ve zeminde şu yaşagan muddetki kılgan etkini boyunca özünün hesabatını toluk tapşırıp aladı. Bu bir jaryan. Bu imtihan meydanında insanın uçraydıgan türlük meseleler var. Bununla cevap lazım. Türlük kıyınçılıklar var. Bununla cevap lazım. İnsan dünyada yaşayışta, maddi cəhətdə, mənəvi cəhətdə, dünyada yaşayışqa tegishlik işlarda və dünyanın ketkendiğin ki ular duç kılıdığan meselelerge qarşı tayyorlik qilishda her narsa ma'lumotga ehtiyacı var. Şu ma'lumot bilim. Yani insanın özünün nereden kelganligini tunish bir bilim. İgisinin kimligini tunish bir bilim. Özünün nerede yaşayotganligini bilishi bir bilim. Dünyada nimaga duch kelganligini bilishi bir bilim. Düşman kim, dost kim bunu bilishi bir bilim. Düşmanning qilayotgan düşmanliklarga qanday taqobil turishni bilishi bu bir bilim. Hayotda yashashga tegishlik moddiy jihatda o'zining turmushini qamdaydigan sohalarda nima ishni qilish kerakligi, qanday qilib haloldan o'zining turmushini kechiradi, buni bilishi bir bilim. Ve özü ketayotgan o dünyasıga qarata qanday tayyorlik qilishni bilishning o'zi bir bilim. Muşu bilimni insan qanchalik bilsa, shunchalik tayyorlik qiladi, shunchalik bexutlashmaydi ve o'zining kimligini aniq tunib yetadi, ne ketayotganligini tunib yetadi, mengayotgan her yo'lida, her qadamida oladigan qadamiga diqqat qiladi. Ve özünün kelgüsü de selbi neticeye erişip kalmaslık için dikkat kılıdı yani. Arapçadaki ittaka dediğim bir fiil var. Bunu biz takvalık dep alımız. Yani her işe dikkat kılan insan Kur'an'ın ıslahıyla nemo takva insan. Dünyadaki müşkilatlardan sağ salamet atlap öteleydiğin takvanın manisi ve kıyamet gündeki hesaptımı yaman ahvalga qilishdan saqlanadigan insan. Bu orqali Allohning g'azabidan saqlanadi ve yaman oqibatda bo'lgan do'zaxdan ham saqlanadi. Shunlashqa hayotda bir insonning qanchalik ishlarga diqqat qilishi, qanchalik bir narsa bilishiga munosabatlik. Bilmagan inson diqqat qilmaydi. Bir misol olsam, bir xatarlik o'rmonlikqa kirdik. Ormanın her taraflarında xatar var. Biz sağ-salamet mağalaydigan bir ya iki yol var. Nerede xatar var, nerede xatar yok. Qaysi qadamni alsa sağlam mangıla buludu, qaysi tarafta çıkıdığan orak var, yoki dasapirdigan mina var. Bilgen adam algan her qadamiga diqqat qiladi. Bilmagan adam uchun diqqat qilgandek ko'rinadi, diqqat qilolmaydi. Tushib ketib qoladi. Mana bu yerdeki ilimden murat insan hayatta, yaşaşta ve bu hayattaki vazifesini ada kılışta ve bu vazifeden sağ salamet bir şekilde imtihanını cayda tükütüp o dünyaya muvaffakiyetlik bir şekilde imtihandan ötken bir şekilde ötüşte kereklik olan her şeye karta malumatını bilişi, hakiki şekilde düşünüşü bana bu ilim buludu. Muşunokunu bilgen adam nime hesaplanıdı? Alemi hesaplanıdı. Allah razı olsun. Hem yukarıdaki enaklemeden yani bir sual doğdu kallamda. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulema. Xudu bu ayette Allah'tan korkuşunun ki ilim bilen ciddi bir münasebeti badek. Benim bayattan bergen cevabımın ahirisiga tam çıkıvatkan mana bu. Ayet nimdeydi? Allah'tan ölüma bendileri korkutu. Ben ölümanı nimdep şerhilledim baya? İlim ilgileri. Özünün nimiş kılış gerek ikenligini bilgen şahıs. Bayat ağa misalımda tekrar alıma bu yerde. Yani ormanda manga adam xatar urullarını bilgen, sağlam yol qaysı bilgen adam bek dikkat kılamdı. Yoki bilmegen adam mı? Tabii bilgen adam.
Bizning nima ish qilishimiz kerak? Ma to'salg'ini qanday o'tishim kerak? Ma xatolikqa qanday tushib qolmasligim kerak? Buning oqibati qanday yomon bilgan odam diqqat qiladi bunga. Bilmagan odam qanday diqqat qiladi. Chunki boshqa oyatda Allohdan faqat Allohning bilgan bandalari qanday qilyotidi, qo'rqyotidi deydi. Qo'rqudi deydi. Endi bir oyat bor ya, do'zaxga kirib qolganlarning do'zaxga kirgandan keyin o'zining ahvoliga bergan bir ahvolini Qur'on bizga hikoya qilib, nim deb o'zining ahvoliga o'zi qanday baho berdi do'zax ahli desa? Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis. Bilsak deydi. Hey isit bilgan bo'lsak, tushungan bo'lsak, anglagan bo'lsak, nimaga kirib qolmaydik deydi. Ya'ni bilim, ma'lumot, bilish bir ishni bizni to'g'ri ish qilishimizga turtki bo'ladi, bizni yetaklaydi. Bilmagan odam qanday to'g'ri qilsin? Yuqoridagi oyatning umum mazmunidan hamda olimning Allohdan eng yuqori saviyada aymindiganligi, hayo qildiganligi, qo'rqadiganligi, bilganlik sababi bilan dunyolik ishlarni oxirat ishiga bog'lab tushunganligidan dunyoda nijotlikka erishib, oxiratda Janob Allohninki azobidan qutulib rahmatiga erishdiganligi. Ya'ni buni tushunib yetgan bo'ldik, hamda ulamolar bilan qanday muomala bo'lish to'g'risida ozroq to'xtalib o'tsak, chunki insonlar ulamolarga bo'lgan qarashi, ya'ni insonlarningki har turli bo'ladi. Ba'zilar ulamoni hech xatolashmaydigan o'shundoq inson deb tushunsa, masalan 100 ishdan bir ishni xato ya bir so'zni xato qilib qolsa, 99 ni e'tibor qilmasdan bir ishni tutib oladigan, masalan hech xatolashmaydi deb qaraydigan insonlar. Yana ba'zilar ularning hech qadrini qilmaydigan, palani olim mundoq dedi, maishning hukmi mundoq ekan desa, o olim bizga o'xshash insonga futqoli o'xshash nim farqimiz bor deydigan, qadrini tushirdigan. Ammo shundoq kishilar yo'q emas jamiyatimizda. Endi shu haqda bir millat ulamolar bilan qanday muomala qilish kerak degan bir savol kalam kelyapti. Boshdan ozroq izohlab o'tgan bo'lsak. Ulamolar, ulamolik o kadar hürmetlik bir isim, hürmetlik bir nam ki Peygamber Aleyhisselam özünün mirasxo'ri qilgan. Hadisda ulamolar Peygamberlerinin nimasi miras. Al-ulama varasatul anbiya. Al-ulama varasatul anbiya. Sizning so'g'an savol bo'yicha ulamolarga qanday muomala qilish masalasiga kirishdan ilgari shu ulamolar mirasxo'r bo'lgan Rasulullohga qanday muomala qilish haqida bir narsani o'tirib qo'yish to'g'ri keladi. Buning o'rniki Rasulullohning hayotida Qur'on oyatlari orqali ifodalangan nurg'un taraflari bor. Yani bu yerda ikki nuqta bor. Birisi Resulullah'ның insonligi. Ma'sum bir tarafı var, onu keyin so'zlaymiz. Resulullah'ның insonligi. İlahlaştırılış meselesinin oldini elinish meselesi var. Peygamber Aleyhisselam bizlarga diniy masalalarni bayon qilgan vaqtda Allohdan kelgan oyatga tayinadi. Ondan keyin kelgan vahiylarga hadis sifatida tayinadi. Oyat yoki hadis yo'q yerlarda ulamolarning ko'pinchisining sahih fikrlari bo'yicha oyat hadisdan olgan tushunchasi bo'yicha ijtihod qiladi. Agar ko'pincha Rasulullohning ijtihodi to'g'ri xato o'tirisida emas, avla yoki joizning o'tirisida bo'ladi ko'p hollarda. Mushu ijtihodotidimi to'g'ri bo'lsa, vahiy uni tasdiqlab hisob bo'ladi Rasulullohning shu qilgan ijtihodoti sunnat tariqasida. Agar xato bo'lib qolsa, vahiy uningga darhol javob qaytaradi. Buningdan Rasulullohning hayotida hozir hadislarga aparalaydigan misolim ikki o'rnak. Birisi Abdullah ibn Maktum, sahabalardan birisi, ama sahaba. Rasululloh boshqalar bilan bo'layotgan bir vaqtda ama o'g'achqa bilmasdan Rasulullohning aldirash ekanligini Rasulullohning qashig'iga keldi. Rasululloh shu vaqtda nimadandir Qurayshning cho'nglari bilan bo'layotgan bir mezgil bo'lgan bo'g'achqa bir xil kayfiyati boshqacha bo'ldimi, bir chiroyi turildi. Ama sahabaga. Allah shu vaqt oyat orqali Rasulullohga raddiya berdi.
Yani Resulullah'ni ayıpladı. Maxsus bir süre muş vaqalikning ismi bilan tilga ataldı yani. Abasa ve tevella en ca'ahul a'ma. Yani Resulullah'ni Kur'an gerçi addi iş olsa mı? Reddiye kıldı. Red kıldı yani bu yerde. Maqaga işini. Yani bir kıtım bir uruş, ganimet, o esir meselelerini bir taraf kılışta andakin urushga chiqadigan araliqdagi chiqqan chiqmagan sahobalarning orasidagi ba'zi masalalarni bir taraf qilishda Rasulullohning chiqargan bir hukmini Qur'on rad qildi. Afallohu an lima azinta lahum. Ikki ishni Qur'on Rasulullohning qilgan ishini yaxshi emas dedi yani. Nima uchun Rasulullohning bu ahvollar sodir bo'ldi? Rasulullohning insonligini bizga qana qilish aslidir. Gerçi ma'sumlik haqida keyin so'zlaymiz-da. Ama Resulullah'ın ilahlaştırılmaslığı insanlık derecesinden kötürülüp mukaddesleştirilişinin aldığını eliş için bu ahvallar bizge Kur'an arkalık, Resulullah'ın emeli hayatı arkalık bizge bayan kılındı. Yani Resulullah'ın insan sıfatı bir yerde mukarrarlaştırıldı. Çünkü insan olmasa insana peygamber olamaydı. Hem de Resulullah'ın ahvali maçta olgan iken biz alimlerimizin ahvalıga, Resulullah'ın ki mirasxo'ri deyilayotgan alimlerimizin ahvalıga kesek, ulamalarning qarta qanday muomala qilishda men bunda bir jumlaga yig'inchoqlay. Ulamalarning ki insonlik shaxsiyati asla muhim emas. Bu yerdagi muhim narsa ulamalar ustida ko'tarayotgan bir ilim ve ulamalık obrazı. Yani ben şunu demekçi ki ulamalar şahsiyen asla ve asla mukaddesleştirilmesi gerek. Mesela ben bazı tabiatını yaxşı görmeslikim mümkün. Bazı ulamalarının şahsiyetini yaxşı görmeslikim mümkün. Yakmaslıkı mümkün bana. Ama onun etmeniyotgan bir salahiyeti var, bir obrazı var. Vekillik kılayotgan bir tarafi var, yani simollik tarafi var. Ben şunun için onun hürmet kılışım gerek ve şunun takazzasında onun getirini anlaşım gerek. Yani ulama şahsiyen mukaddesleştirilmeslik gerek ama meniyotgan, vekillik kılayotgan simollik tarafları obraz, yani vekillikliki mao itibar kılınış gerek. Senin soğan sualda birisi ulamalarni favqulodda muqaddaslashtirish. Birisi ulamalarni ko'z kelmaslik. Mening beradigan javobim shuki, ulamalar bu yerdagi muhimi ashxos, shaxslar muhim emas. Vakillik qilayotgan ish, bilim, yo'l muhim. Qachoniki kishilar orasida yuzlik, obrazlik, jamiyatda yetakchilik qilyapti degan bir ulama yo'ldan eziblam qolib qolsa, bizga nisbatan onun qilchilik nima olmaydi, qimmat olmaydi. Chunki bizga nisbatan onun qimmati onun shaxsiyati emas. Onun vakillik qilayotgan nimasi? Yani small xarakterlik etmayotgan bir obraz var edi. Shu obraz bizga muhim ma'o. Agar unda bo'lmaganda jamiyatda qattiq cho'ng o'ringa ega bir ulamo bilan tüven tabaqada deb qaralayotgan bir kishininki hammaga o'xshash. Badanda eqiyotgan qon o'xshash, uni ko'tarayotgan so'ngak o'xshash, badandagi go'sht o'xshash, hamma narsa o'xshash. Şuna bizga nisbatan shaxsiyat muhim emas. Onun o'zining shaxsiyligi, yani o'zini odamligi muhim emas, uning vakillik qilayotgan ilmi muhim. Mushu nuqtadan bizning ulamolar tutilgan pozitsiyamizda onu muqaddaslashtirish yo'q. Mutlaq bir şekilde ve ya ki adetdeki ademga o'xshash butunlay qanaqa o'tish yo'q, shu o'tish yo'q. Yani mesele ular meniyotgan yo'l meselesi, ular davatgan söz, ular epkilayotgan fikir ve tutuyotgan pozitsiya meselesi. Bunun hürmet qilish kerak. Bu neliqi texmi tushunishlik uchun deyilsa, mesela bugünkü devlet adamları işçide, siyasi işlarda bir maqam var. Protokol deb qo'yamiz. Şu makamga layık şekilde muamele kıldığı bir protokol var. Sen gerçi bir devlette devletinin reisiga öktüçülük kılayotgan karşı adam bolsan mı? Ama sen bir devletin fuqarası buluş sübuting bilan
Senin aşı makamga qarta protokolda deyilgen, bir körsilgen boyunca hürmet qilish bir mecburiyetin oludu. Men manema misal üçün davatıma bu gapni. Sen onunla karşı, lekin senin reisin oğalık tüpeyledin, qırıqdagişlik barlıq hürmetini qılısı ya. Bugünkü gayri İslam boğan devletlerden meselen. Şuların arasında bunçilik qimmet qaraş. Bizim Müslümanlarımızın arasında muşunçilik qimmet qaraşının bombağallıqı insanı efsuslandırdı. Köz aldıdaki o insanı normal bir insan bolsumu, lekin vekillik qılıvatqan obraz o normal insan emas. Demek aqidasi saqlam, axloqliq va taqvodor bir olimni payg'ambarimizning varisi bo'lish sifati bilan uni tuvan ko'rishga bo'lmaydiganligi, shundoqla aynı zamanda uni hech xatolashmaydigan darajada muqaddas deb Prinsipten halqıgan şekilde mukaddesleştirişke asla bo'lmaydiganligi. Bizim aldığımızda hiç kim mukaddes emas. Bizim aldığımızda mukaddes narsa prensip. Bu nokta asla ve asla kalımızdan çıkmaslıqımız gerek. Yani biz otur hali yol tutuş gerek bu yerde. Şahsi mukaddesleştiriş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masum. Qalan insanlar masum emas. Başqa insanlar masum emas yani. Yani bu köpünçe ahvallarda murt toplaydıqanlarning oturusida buludu. Yani prinsipten halqıgan bir şekilde insanı mukaddesleştiriş. Onun gibi bizim dinimizin prinsipleriga, milletinin, keng Müslümanlarning menfaatiga zid bolsun bolmasun, onun şahsi mukaddes olganlığı koşulam, onun degan her gibi makbul, ya onda iş yok bizde. Yani bizde eşhas mühim emas, afkar mühim. Şahs mühim emas, fikir, tutkan yol, prinsip mühim. Aşı fikri, aşı tutuvatkan yolu tüpeyledin, onu asla pasleşkimi, tüelleşkimi bulmaydı hatta. Eğer şahsi hatalık yüzüdün, onun A tarafiga qanaqa hücum qilishga asla bulmaydı. Allah razı olsun. Eğer bir alimdin bir azroq xatolik sodir bo'lgan vaqtda qanday muomala qilish kerak endi? Alimdin xatolik sodir bo'lib qolsa, agar xatoligi normal shaxsiyati nuqtasidan, shaxsiy üzgü münasebetlik, prinsiplik xatolik emas deyilayotgan yoki o'tirib qo'yayotgan fikrdagi xatolik emas, shaxsiy xatolik bo'lib qolsa, xuddi boshqa odam xatolik o'tkazsa, ko'p hollarda yo'gashga buyurilgan deydi. Bu hammadan biladigan bir qoida. Boshqalarning o'tkazib solgan xatoligi yo'gilishi kerak. Bu şekilde yo'gilishi kerak. Agar tutayotgan yo'lida prinsipidagi xatolik bo'lsa, xatolikning xarakteriga qaraymiz. Agar o xarakter o yaxshisini o'ylab turib, qalbi sog'lom turib, men to'g'rini izlayman deb turib xatolashgan bo'lsa, o chiroyli tuzilsa bo'ladi. Ammo mesela ko'p hollarda yuz berdi bunday ahvollar. Ko'pincha diniy olimlarni jamiyatga ta'siri yuqori bo'lg'achqa, tarixdan buyon siyosatchilar masalan, davlat kişileri, devletler o'zining menfaati uchun, siyosiy menfaati uchun ish qiladigan ahvollar bor. Ya'ni mana shu vaqtda olimni o'zining diniga, o'zining musulmon xalqiga xiyonat qildirgan ahvollar bor. Bunda ahvol bo'lib qolsa, u vaqtida o'ziga yarasha muomala qilinsa bo'ladi. Masalan, ba'zi vaqtlarda olimdan yoki ulamodan so'zda yoki ish harakatda yuqorida o'tgandek azroq xatolik sodir bo'lsa, uni insonlar sabr qilolmasdan yo'gashga buyurilgan-ku aslida. Olimning emas, olim normal bir insonning ijtimoiy aloqa munosabatida bir xatolik sodir bo'lsa, uni yo'gashga aybini yepishga buyurilgan. Ammo bugungi kun kelgan vaqtida sosyal medyada bo'lsin va boshqa media kanallarda olsun, onu yiyip, içip, şu mezkur hata, kichikroq xatoga tutuq qilib turib, onu yaydigan gap endi. Ammo shunday ishlarni musulmon qanday qilish kerak? Bugungi zamonimizda biz bexudlashyapmiz, kishilarimiz, xalqimiz bu nuqtaga alohida diqqat qilmayotdi. İctimai aloqa vositalari bugungi kundagi bizga nisbatan bir fitnaning manbasi bo'lyapti. Bizga nisbatan bir musibat bo'lyapti. Aslidagi prinsipda men bayatdan deb o'tganimda kishidan yuz bergan bir xatolik o'lma emas. Eng oddiy bir odamdan yuz bergan bir xatolik apu qilinish yo'gash prinsipi bor. Yeyish prinsipi yo'q.
Bugün gündə ictimai aloqa vositalarida özünün kimligini yushirish, musulmon to'g'ri gapiryapmiz. Dushmanning bu haqdagi yilizga taqkanmidik. Dushmanlar aramızga fitna taqitish, sepimizni bilish uchun ular kuchayotdi barliq kuchini ishga solib. Ammo men hozir xitobni o'zini musulmon deyotgan, ammo masalaning xarakterini bilmasdan, masalan, ijtimoiy aloqa vositalarida o'zining kimligini yushirib, boshqalar ko'rmaydi-ku, mening kimligimni uqmaydi-ku deb, boshqalarning uqib qolgan azroq shaxsiy xatoligini o'rtaga chiqib, ijtimoiy aloqa vositalarida buni yeyib rasvo qilish, bu kechirilgisiz bir xatolik va bizning beshimizga kelgan bir musibat. Buni men kichkina bir jari tafsilotiga kirsam, sen shu rasvo qilib uni yo'q qilmoqchi yoki xalqning orasida uning ayblarini yaymoqchi bo'lgan yoki yaygan shu o'limoning bir insonchilikda bir xatoliqidir. Madam o'zining prinsipida xatolashmagan bo'lsa, ketayotgan yo'lda xatolashmagan bo'lsa, o'zining diniga, ummatiga, millatiga xiyonat qilmagan bo'lsa, ammo shaxsiy xatolik qilib qolsa, sen uni yeyish orqali, ya'ni kishilik bir xatolik qilib qolsa, yeyish orqali uni rasvo qilgandan keyin qanday ahvollar yuz beradi? U bir olim, o'zining dini uchun xizmat qilaman deydigan bir olim, o'zining vatani uchun xizmat qilaman deydigan olim, balkim millat uchun o'ylayotgan bir planlar bor. Yoki atrofida uning yaxshi vaznasiyalaridan yoki yetaklashlarining natijasida yetaklanib ketayotgan bir kishilar bo'ladi atrofida. Sen heliqi uning ayblarini echib o'tish orqali balkim planlarini butunlay sug'urchilashtirish mumkin. Kelgusida ummat uchun qiladigan cho'ng planlarini atrofida shuning bilimidan manfaatlanib to'g'ri yetaklanib ketayotgan kishilarni uningdan qochirib o'tish mumkin. Tamam, qochirib o'tdingda, shu qochirib o'tgan kishilar yoki uning soğuçulaştırılan planını qiladigan yana birisi bo'lsaydi, tamam, sening jinoyating biroz yengillaydi. Agar shunun qilmoqchi bo'lgan ishi kelgusida o'zga chiqib qolsa, ummatga, millatga ajoyib katta bir ahamiyatli ishlar bo'lishi mumkin bo'lgan bir ishlari yoki atrofidagi tarbiyalanayotgan, yetaklanayotgan kishilarningki tarbiyalanish, yetaklanish orqali kelgusida ummatga, millatga foydali bir ishni o'zga chiqish mumkin bo'lgan bir ishlari shu sening aybini ochqanliqning sababli to'xtab qolsa, balkim qiyomat kunisi hayotingdagi butun qilgan yaxshiliklaringni sarf qilibmi, ma xatoligingni, ma jinoyatingni sen yuvib bo'lmasliging mumkin. Bu intayin xatarlik. Bunda bir hadislar var. Hadisning arabchasini o'qishimning hech hojati yo'q. Bu hadisning yana bir mazmuni o'nim qo'yib qo'yay. Qiyomat kunisi sen o'ylamagan tog'dek bir xatoliklar qiladi. Bu hadisning baş mazmunida o'ylamagan tog'dek ajrlar keladi. Sen hech o'ylamaysan da bu nereden qilgan ajr yaxshilik? Men qachon qilgan bo'lg'aytim? Hayotda ko'zga ilmagan kichikgina bir yaxshilikning sen kichikgina yaxshilikni faqat bak cho'ng o'ylab ketmay qilib qo'yib ketding ixlos bilan. Bu yo'g'inab ko'payib, uningdan u vosita chiqib, buningdan bu vosita chiqib, masalan, misollan desam, sen hayotingda bir ishga uch og'iz gaping bilan yoki nasihating bilan yoki kichikgina bir qilgan iqtisodiy yordam bilan bir bolaning shunda to'lanmay qolgan o'qish pulisi yoki o'qishsiz qolib qolish girdoq kelib qolgan o'qishning shunda davomlashtirishiga sabab bo'lib qolding deyli masalan. Bu ish sening necha oydan keyin esingda qolmaydi endi. Chunki cho'ng emas sening nazaringda. Ammo shu bola kelgusida o'qib, olim bo'lib, o'zining diniga, millatiga, ummatiga yaramli ishlarni qilib, hatto vatining shu orqali azotib qolgudek, vatining da Allohning kalimasi shu orqali ustun bo'lib qolishga sabab bo'lib qolsang, sen to'ymaysa qiyomat kunisi oldinga Uhud tog'idan cho'ng katta hasana oladi. Sen to'ymaysa nereden kelding? Ash kichikina ishingdan. Tam buning aksi nuqtasida, ya'ni aksi yo'linishida sen ko'zga ilmagan bir og'iz tweet deyli, bir jumla Facebook'da yozgan, WhatsApp to'plarida yozgan bir jumla so'zang deyli, sen o'ylamaysa oddiy so'z qo'y. Şu bir sözün tüpeylidən, belki qiyomat günüsü aldığında Uhud tığıdının çoğun bir cinayetini, günahını, masiyetini kuruşun mümkün. Öyle bitemeyse o vaxtda, ben bunda çoğun cinayetini qılmağandım deyse. Halbuki şu vaxtdaki addi bir ağız sözün şu cinayetinin 101 işige,
qiyomat kunisi shu jinoyatning oldinga tashlanishiga sabab bo'ladigan oddiy bir jumla. Şoňaşqa şu ijtimoiy aloqa vositalarida şu yaqinqi bir necha yildan buyon şu vositalar taraqqiy qilgandan keyin bo'lib atgan o'zaro bir-birlariga hujum qilish, ba'zi gap so'zlarni yugutish, masalan, hatto aqallisi musulmonlarning ichidagi u millatlar bu millatning o'tirdagi ba'zi ziddiyatlar, u guruh, bu guruh, u jamoat, bu jamoat, u tashkilot, bu tashkilotlarning o'tirsidagi ziddiyatlar shu bir eg'iz, bir tal jumla yollagan bir dana Facebook'taki yollanma, bir dana tweet, bir eg'iz, bir minutlik söz mush narsalar sabab bo'ladi. Şoň buningda her adam özünün etrafında degan her sözünü yazıp durduğun ve sözünün neticesinde, yazdığın yazmızının neticesinde, yollagan yollanmasının neticesinde kelip çıkan bütün selbi akıbetlerinin hemmini muşunun üstüge yazıp durduğun bir periştinin varlığını, kıyamet günüsü hemmesinin aldığı kilidığanlığını çokum esleş gerek. Bu işler bizning millette tügütiliş gerek. Bulup mu? Ümmetning sarxillari, milletning sarxillari yetaklab ketayotgan kishilar, olim ulamalar masalan, bular kelgan vaqtda biroz texmi bekroq qana qilish kerak, hazır aylash kerak. Chunki men bayatdan degan kutilmagan, o'ylamagan cho'ng salbiy natijalar mushlar haqida bekroq yuz berish ehtimoli bek cho'ng. Undaqda olim, obiddan fazilatda ortiqmi? Yani bazı nimalarni bayon qilib o'tgan bo'ldik, ammo fazilatda normal bir ibodat qilayotgan yoki obiddan olim fazilatda ortiqmi? Buni so'rasam. Endi olim bilan obid masalasi, olim bilan obid masalasi ay bilan osmondagi ay bilan sus chiqayotgan bir yulduzning masalasi bilan qana qiladi, o'xshaydi. Bu ikkisining o'tirida bek cho'ng farq bor. Bu yerda sizlarningki obid degan so'zning maqsad qilinayotgani o'zining hayotda yashash jarayonida qimmoqchi bo'lishini bilmaydigan. Ama o'zi ixlosman. Ko'ngilda yomonlik yo'q. Allohdan qo'rqadi, o'zining millatiga sodiq. Lekin nima qilish kerak ekanligini uqmaydigan. Yani benim maqsadim obiddan, yani Allah'ın beş namazını o'qiydigan. Yani demek çoğunun mu şu? Tahajjudni o'qiydigan. Kim cemiyette yaxshi ish deb bir ish o'rtaga chiqarilsa shuni qiladi. Namozini o'qiydi, ro'zasini tutadi. Cemiyette umumyuzlik voy maosh qandaqdi, yaxshi ti deb bir ishlar o'rtaga chiqsa shuni qana qiladi. Qiladi billah. Mana buning ismi abid. Buni namoz noqtasi qilam qana qilish, to'xtatib olish biroz balkim buning ma'nosini yo'q qilishi mumkin. Masalan bir kishi bor. O'zining nima qilishini o'qimaydi. Uni kallasida ma'lumot yo'q, yo'l xaritasi yo'q. Lekin jamiyat qaysi ish yaxshi deb o'rtaga chiqsa, jamiyat yaxshi damlar qaysi ishni qilsa, shuni qiladi. Buni biz arabcha atalg'ida nima deymiz buni? Muqallid deymiz. Taqlidchi. Ammo olim deganchi. Olim degan oladigan har qadamini qana qiladigan, biladigan degan gap. Buning o'tirisida Payg'ambar alayhisolamning hadisda ko'rsatilgan bo'yicha shu oy bilan eng uchak yulduzning o'tiridagi bir fazilat. Shu farqi bor. Rasululloh hatto uzulan sahobalarning o'tirisidagi farqqa solishtirib, men bilan deydi Rasululloh. Aranglardagi eng to'n sahobaning o'tirisidagi farq. Payg'ambar kim, u eng to'n sahoba kim? Chunki olim demak qiladigan har ishning cho'ng to'ngpishi hammasiningki neticesini bildigan, oqibatini bildigan ve şu qadamni o'ylab desaydigan odam. Abidcho qarsiga. Yani etraf jamiyatda qanday bo'lsa, shu ishga mangadigan. Hamda davomliq yaxshi damlar ko'p solg'ini egallamaydi jamiyatda. Bunda ahvol asida abidninki xatolish ehtimoli ko'p bo'ladi. Ammo olim dunyoda yolg'iz qolsa-mu o'zi ketayotgan haqiqatda mustahkam turadi. Bu nuqtadan olim bilan obidning o'tirida osmon zamin farqi bor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu atiullaha ve atiur rasula ve ulil emri minkum. Bu ayetteki ulil emri kimlerdi? Ne murat? Ulara itaat qilish vacib mi?
Ayette Allah subhanahu ve taala eti'ullaha ve rasulahu. Allah'a ve Allah'ın Resulü itaat kılınlar. Sur Enfal'da mı bu ayet? Enfal'ın 46. ayette. Sur Nisa'nın 59. ayette hazır okup atkan ayette mi? Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'ur rasul ve ulul emri minkum. Qarındaşlarımızın şöyle kıskışı desek, Allah müstakil şeriat sahibi. Allah'tan kelgen her qanday buyruq bizning üstümüzge icra qilishga tegishli bir buyruq bo'ladi, vacib bo'ladi. Rasulullohmi Allohdan kelgan buyruqni bayon qiluvchi bo'lishdan boshqa mustaqil shariat sahibi. Ya'ni Rasulullohning hadislari Qur'onda kelgan ta'limotlarni bizga bayon qilib berishdan boshqa Qur'onda kelmagan ma'lumotlarni qanday qilib berdi, bizga bayon qilib berdi. Oyatning oxirisida va ulul amri minkum aranglardagi ish egillari degan bir şekilde tilganadi, lekin bu mustaqil emas. Bunun da mufassirlarning izohlagan izohati bo'yicha va ulul amri minkum ikki xil kishilarni o'z ichiga oladi. Birisi olimlarni, yana birisi hokimlarni. Hokimlar bilan olimlarning bu yerdagi o'rnining munosabati qanday desa, olimlar yo'l ko'rsatuvchi, hokimlar ijro qiluvchi. Xuddi navbatdagi kunimizdagi atrofimizdagi davlatlarda qonun chiqaruvchi organ va ijro qiluvchi organ deydigan. İki organ bo'ladi-ya. Aynı oyatdagi ulamolar va hokimlar degandagi ulamolar bilan hokimlarning roli birisi masalalarni Allohning, Rasulullohning ko'rsatmasi bo'yicha musulmonlarning manfaatiga uyg'un bir shaklda o'tirg'i qo'yadi. Prinsipni o'tirib qo'ydi. Prinsipni o'tirib qo'yadi. Sizidi, xarita hozirlaydi. Hakimlar, yani Müslüman hakimlar bunu qanday qiladi? İcra qiladi. Endi musulmonlar mushulaga itoat qilishi Allah'ın Resulullah'ın buyrug'iga xilof kelmagan ahvol ostida vojib. Agar favqulodda oyatning oxiridagi mazmun, favqulodda bu yerda bir xohishning keyniga ketish ahvoli bor. Aniq prinsipga zid kelish ahvoli, mayli olimdan chiqsin, hokimdan chiqsin. Bunda ahvol ostida hech kimninki Allohga asi bo'lib turib, mayli u qanchalik olim bo'lib ketsin, qanchalik hokim bo'lib ketsin, uning itoat qilish majburiyat bo'lmaydi. Aksicha normal nimani saqlash kerak? Asli prinsipni saqlash va chunki oyatning oxirida da'atalash bo'lib qolsa, Allohning rasuliga qaytaringlar bir ifodasi bor-ku. Ya'ni manba bizningki aylanadigan nuqtamiz qaysi bo'ladi? Qur'on bo'ladi, hadis bo'ladi va buningdan halqagan bir şekilde başkalarına nima qilish yo'q, itoat qilish yo'q. Ya'ni diniy e'tiqod aloqada bo'lgan masalalarda ulamolarga itoat qilish mustaqil bir itoat bo'lmasdan, balki Alloh va Allohning Rasulining itoatiga bog'liq bir itoat. Ya'ni men suhbatning beshida deganim shu. Bu yerda mustaqil itoat qilgudek uning hech qanday muqaddasligi yo'q. To'g'ri. Olimlarning muqaddasligi yo'q, mustaqil. Olimlarning bizning hurmatlashimiz, itoat qilishimiz shaxsiyat uchun emas. Bular faqat Allah'ның Resulü'nün buyrug'ini bizga yetkazguchi bo'lgan nuqtadan bizga davatgan gaplarininki, ko'rsatayotgan yo'lning Allohning Resulü'nün yo'li bo'lganligi nuqtadan ergishimiz. Ya'ni biz ergishayotgan nuqta agar bulda tepilmay qolib qolsa, bu bizga nisbatan odatdagi odamdan hech farqlanmaydigan odam. Yani bir oyatda Allah subhanahu wa ta'ala fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun deydi. Agar inson o'zi bilmaydigan bir masalaga duch kelsa, olimdan so'rashga buyurildi. Nima uchun? Endi misha kelgan vaqtda men biroz adabsizlik bo'lishim mumkin. Xo'sh. Ulamolarımızga mush oyat nuqtasida turib bir fikr, taklif, ya'ni bir diniy o'quvchi bo'lish sifatim bilan bir ish to'g'ri keladi. Qur'oni Karim bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar dedi. Yani bunu nima uchun men buni hozir deyish bu temaga kirma desizlar, chunki bayatning suhbatimizning 5-idami chiqdi. Hozirmi az ilgari sizlar so'radilar, ulamolarning shaxsiyat masalasi. Chunki insonda shunday bir ahvol bor. Bir inson jamiyatda ma'lum o'ringa ega bo'lib, ma'lum bir maqomga sahib bo'lgandan keyin mayli olim bo'lsin, boshqa har qanday odamda tepildigan ahvol. Insonda azroq tug'yon bo'ladi. Har qanday insonda bo'ladi. Çünkü biz avamlık ta'kidlayotganimiz insanın shaxsiyati emas, etmayotgan prinsipi. Prinsipdan halqiydigan ahvollar bo'ladi. Mush ahvol olimlardan tepiladi. Tarixdan ruhun kitim kiraglik. Ko'p sonliq ulamolarimiz asli o'zining vazifasidan chiqib ketmay mangan bo'lsa-mu, ammo ancha muncha
özünün şəxsi nəfsi yoki huquq yoki ko'z oldiga kelayotgan ba'zi xim xatardan saqlanish uchun prinsipdan qanaqa qiladigan chetnaydigan ahvollar bo'ladi yoki yuz obro'y jamiyatdagi maqom deganda. Chunki mening suhbatning beshida tushundirganim bo'yicha alim ulamolar jamiyatni o'zining kallasidagi Qur'on hadisdan olgan tushunch bo'yicha yetaklaydigan shaxslar. Her daim iş on gelmeydi. O kadar sınav kılıdı ki, bazıda hakimlarının besimi kuduş kılıdı. Bazıda cemiyetinin red kılışı kuduş kılıdı. Peygamberlerin tarihinde mı bekvelge ahvallah. 950 yıl kişilerini doğru yeteklep, kendine egeşke edem yüzüne eşmeğen peygamberler var. Nuh Aleyhisselam'a okşar. Hatta hadis tasvirlendiğine dek kıyamet günüsü kendine bir mi egeş küçüsü yok peygamberler oldu. Bizim peygamberimizin misal alsak, Mekke devrinde. Mekke devrinde 13 yıl yaşlıkı davet kılışı yolunda kendine egeşke edem 200-300. Mesela. Alim mutlaka muş iş kutuş kılıdı. Hatta özü ortağı koygan, mesela cemiyette bir xil millet uxmadı, ümmet uxmadı, bir karbala, yoki milletning chekleşiyotgan, tugishga qarab ketayotgan bir ahvol var. Ortaga chiqqan bir alim bunu o'tirg'a qo'ydi. Hey xaloyiq, hey ummat, hey millat, sizning kelgusi qorong'u, ma ketayotganing xato rad qildi. Chunki ko'pincha islohotchi qanday vaqt o'tirg'a chiqadi desa, jamiyatda xato ishlar to'g'ri deb qabul qilinib ketib qolgani chiqadi emasmi? Qabul qilinib ketib qoldi degan gap, olimninki to'g'ri yetaklashni anda oson qabul qilmaydi. Shu vaqtda olim tek yolg'iz qilishi mumkin. Jamiyatda tashlandiq bo'lishi mumkin. Hech kim qabul qilmaydigan bo'lishi mumkin. Bu ahvollar bor. Ba'zida jamiyatdagi hurmat, jamiyatdagi maqom olimni ba'zi ishlardan qiyishga sabab bo'lishi mumkin. Qiyishga. Ba'zida hokimlarninki, masalan, siyosiy arboblarninki besimi olimni o'z prinsiplaridan chiqishga qanday qilish mumkin. Shunda vaqtda olimning vazifasi nima bo'ladi desa, o'zining hayoti badliga, o'zining davatgan gaplarining rostligini isbotlash to'g'ri keladi. Mazhab imamlardan bir nechisi uniki. Nurg'un o'rnaklarimiz bor, bek ko'p misollarimiz bor. Suhbatning vaqt munosabati bilan biz uni hemen akab olmaymiz. Bir olim halokatga ketib qolgan o'zining millatini qutqizish uchun o'zining fikrining to'g'riligini o'zining hayoti bilan badal o'tab turib isbotlaydigan bir jarayon bo'ladi. Bu olimning vazifasi hamda. Hamda shu olimlarimiz o kadar masalan tarixdan buyon bizning 80-yillardan keyin xususan men uning oldidagini bek bilib ketmayman. Kitaplarni o'qigan bo'ldim. Ammo o'zimiz hayotimizda yashab ko'rgan ahvollarda bizning olimlarimizning ishidimi o'zining hayoti badaliga millatga to'g'rilik ko'rsatgan nurg'un nimalarimiz bor, o'rnaklarimiz bor. Endi mushu ulamolarimizningki gap boshqa temaga sal chiqib ketib qolgan bo'lsa-mu, munosabat bilan uzrab ketib qoldi. Asl temaga qaytsak, ashtam masalan bu yerda biz misol qildik jiq narsalarni. Shuning qatorida ijtimoiy jamiyatda hurmat favqulodda eshib ibodatni deganimizdek olimning shaxsiyati muqaddaslashadigan, og'izdan chiqqani hisob bo'ladigan va ummatning har ishini mushu olim qila oladi deydigan bir holat shakllanadi. Mana intayin muhim nuqta. Hem şu alim deb atalgan şu kishining kallasida men bir olim bo'lg'achqa hamma ishlar mening deganimdek bo'lishi kerak. Hamma ishlarni men hal chorasini qanday qila olayman, topa olayman deydigan bir nuqta shakllanib qoladi. Shakllanadi. Bugunmi bor? Xuddi hamma ishni olim qila oladiganidek, ya unda ish yo'q. Hatta mush olimlarga Qur'on, siz o'qigan oyatlar nasihat qilib deydi. Fas'alu ahla zikri in kuntum La ta'lamun. Alim inson hayotidagi har sohadagi kishilarga shu sohani qanday qilishni o'rgatadi, qaysi yo'lda turib qilishni, ammo u ishning ichidagi tafsilotni o'rganmaydi. Bu aniq olsun. Masalan, biz diniy masalalarga duch kelsa, mening demoqchi o'g'lim shu. Masalan, Payg'ambar alayhisalom Madinaga keldi. Madinalik kishilar shu vaqtda xurmini bir-birisiga changlashtiryapti. Odatda boshqa yo'lda yo'q bunday ahvol.
Mening bilishimcha. Rasululloh birga so'duldi, nima shunday qilsizlar deb. Unda qimsan olmamdi dedi masalan. Normalde biz ba'zisini qimsan qanday deb so'raymiz ya. Bu sahobalar shu vaqtda Rasululloh qimsan olmamdi degandan deb hammadan qo'yib qo'ydi. Kilaysiz bo'lmadi o. Mahsul olamidi? Usul olamidi? Ya Rasululloh sizlar qimsan olmam deblar. Rost qilmabdiq bo'lmadi dedi Rasululloh shu vaqtda dunyo ishlarini sizlar obdan bilasizlar. Bu qanday masala shu prinsip nimani ifodalaydi bilammi shu vaqtda? Shuni ifodalaydi-ki, olim oshpazlikni o'qimaydi. Sayni qanday qo'rishni, cho'pni qanday silishni o'rgatmaydi olim. Balki oshpazlarga ma xalqqa pokiz tomoq va halol va napak narsalarning xalqning geliga kirib ketishdan saqlan. Buni o'rgatadi. Bir binokorga 2 qavatni manda solsa, 3 qavat binoni manda solsa, uni o'rgatmaydi olim. Balki sağlam binalarında kishilarning hayotiga tahdid turadigan darajada saxtapazlik qilma. Allohdan qo'rq. Qilgan ishingning haqqini va buni o'rgatadi olim. Bir olim bo'lib qolganlik bilan hamma ishni bir unutmaydi. Hatto payg'ambarimiz de u yerda dunyoning o'zini bilasizlar. Shuning qatorida bir olim jihadning ahvolini biladi. Shunami ya? Jihadning fazilatini biladi. Hukmini biladi. Kishilarni jihadga qiziqtiradi. Lekin mujohidlar qiladigan ishlarning tartibining ichki ahvolini, uslubini o'qimaydi. Buni o'qish uchun agar olim yo'q, men bu to'g'risida gap qilish huquqimga egaman, deyi to'g'ri kelib qolsa, shu ishlarni o'rganish kerak. Maydonga o'rish kerak. Tafsilotini o'rganish kerak. Bo'lmasa prinsipini deparalaydi. Bir olim siyosatga aralashish uchun, siyosat babida Allah'ın Resulü'ne xiyonat qilma. Ummetinga, millatinga qanday qilma xiyonat qilmayni, satma millatni, ummatni satma, davlatni satma deyalaydi. Siyosatning ichki ahvoliga aralish uchun o'rganish kerak. Ama o'rgansa hech nima bo'lmaydi. O'rgansa tabiiy havo ne'mat, ham olim, ham siyosatchi, ham olim, ham mujohid, ham olim, ham yana bir kasbning egasi. Masalan, burungi vaqtlarimizda bizning kichik vaqtimizda jiqda hozir ko'p yo'q. Ustoz ulamolarimiz ko'pincha vaqtda Uyg'ur milliy tibobat bilan shug'ullanadi. Ham olim, ham tib masalan, ikki kasb. O'rgansa hech nima bo'lmaydi. Inson har qanday narsani o'rgansa qilsa bo'ladi. O'rganmasa qilsa bo'lmaydi. Mujning qatorida Qur'on ajoyib go'zal bir buyruqni berdiki, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Siz so'rgan savol shu. Yani bu ulamolarga nisbatan o kadar bir signal. Bilmeydiğin sahalarga kirme. Mesela bir alim deb atalganlik uchun ma'rifning ichidagi tafsilotga aralasa bo'ladi bo'lmaydi. Bilsa aralasa bo'ldi. Bilmasa aralasa olmaydi. Masalan deyli ma'rif bir millatningki kelgusidagi ahvolini ko'z tutib beriladigan bir tarbiya. Bugungi ma'rif bugun uchun emas. Belki 20 yıl, 30 yıldan kim radiyallahu anhu deydi ya, ballarınlarını neye terbiyelanır deb. Kelgüs için terbiyelanır. Çünkü o sizler yaşayan zaman demez, kelgüs yaşaydı. Bir alim cemiyet, alim boğalık şunlar, ma'rifqa bir milletinin kelgüsü, takdirini belgileydiğen bir işqa, kiriplam, kol tıkıplam, arlasa, xuddi bir alim deplam, operasiya yaxın yatqa adamın qışığı kiriplam, kolu bıçaq ne yaplam, operasiya yaxın oxşaş. Onda digerlikimiz, arlaşmızın digerlik emez. Bilsin arasın. Her qanday sahani biz başın axır davatımız insanda bir iqtidar va Allah yaratgan ögünüş. İnsan ögənsə hem işini qıla alaydı. İnsan ögənsə hatta bugün insanlar yaşardın çıkımız deb dava qılatdı diye mesela. İnsanlar o kadar nəslini yasadı mesela ögünüp. Ögənsə işini qıla alaydı. Tamam, ögənsin kirsin. Bir alim ma'rifni ögənsin, işe kirsin. Bir alim cihatni ögənsin, işe kirsin. Bir alim siyasetni ögənsin, işe kirsin. Ögənmegen takdirde fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. O zaman mesele dünyalık işlerde bolsa ahli zikr kim oldu? Her işinin ahli. Kasb ahli. Yani alim özünün biladigan sahasida ronutuluq joyi qildi olsun. Yeni bir sahaga kirmen deb da'vo iddia qiladi ekan, o'rgansin, ahli zikr olsun, qilsin. Masalan, ko'pincha bunday ahvollardan bir misol olsak, kasallar ro'ztamni tutmamdi. Alim akabligimda, qarabligimda
Tengip koygan tengikning çoğun kişiliği qarab lekende mavga Rus buldu. Ya onda iş yok. Doktordan soraydı. Bu Russa kesiligi daxil etem deyetmemdi. Yetidi o. Mesela işençlik doktor olsa. Tamam. Rus tutmaysa. İptal kılırsa kin saqaganligini tutsa. Kesiligi Rus'u daxil etmeydi. Rus tutmaysa. Muşunun oqşağımla bir mesele. Ölüm ala özü bilmeydiğin sahada Kur'an amel kılış gerek ki ehli zikirden qana qilish kerak, so'rash kerak. Endi bu yerda eng oxirida xulosa etadigan nuqtamish deymida. Bir odamning jamiyatdagi olimlik o'rni o'sib ketgani, jamiyatning hammasining o odamni e'tirof qilgani, o odamning o'zi biladigan va bilmaydigan butun sohalarda hokim ekanligini ifodalamaydi. Balkim olim biladigan sohasida hokim, bilmaydigan sohada biladiganlarni qanday qilish kerak, so'rash kerak. Qur'onning hukmi bo'yicha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte el-ulema varasatul enbiya ve innel enbiya lem yuvarrisu dinara ve la dirhama innema varrasul ilma femen ahazahu ahaza bihazzin vafir. Bu hadis ilminin pul maldan evzel ekanligine işaret kılamdı. Hamda hadis burun qanday tushuntirilgulik desa bilim pul maldan yaxshi deb tushuntirilgulik bu ham bilan ini qo'g'oz qilmay bu nuqtaga kirmayman. Ammo men hadisdan biroz kengroq bir narsani tushunyapman yani. Yani bir millatning mavjud bo'lishi, bir ummatning taraqqiy qilishi ilmga bog'liq. Bir shaxs, bir millat, bir ummat dunyoda o'zining kim, nereden keldi, ne ketyapti, bu yo'lda qanday to'sal qilwa, düşmenin kim, düşmanların sana qanday to'salqiliq qiladi, düşmanda nim bor, senda nim bo'lish tegishlik, düşmanga qanday taqobil tursa, mush nuqtani bilishi shu ummatning nijotligining asosi. Dal ulamolar payg'ambarlardan mush prinsipni elib ummatga yetkazish kerak. Payg'ambar shuni o'rgatgan. Bir misol, bugun atrofimizda o kadar baydolatlar var. Yani iqtisod masalasidan bilim masalasi o'rtaga chiqdi ya. Pullarining soni yo'q hamda kunda neft chiqib turgandan keyin. Lekin o'zining neftligiga hujum qilingan kichkina arflarni qana qilolmaydi, to'solmaydi. Bu yerda pul bor, bilim yo'q. Dunyoda 1 milliard 700 millionga yaqin musulmon bor. Balki undan az ya ko'pdir. Çok farklı ama 1 milyardga yaqin musulmon bor dunyoda. Bütün neftler İslam dünyasının zamanında. Adam gücü baylığı, iqtisadi gücü baylığı o kadar köp. Ama İslam dünyası özünü üstüden bombardıman qılıp atqan düşmanlarga taqabul tura olmayapti. Bu yuqorqi hadisni bizga tushuntirib turadi ki, payg'ambar olib kelgan narsa bilimdi. Ulamolar bilimni topshirib olgandi, ummatga shuni yetkazish kerakdi, ummat bilimga ahamiyat berish kerakdi. Bilim bilan inson azizdi, bilim bilan bir millat azizdi, bilim bilan bir davlat azizdi. Maalesef biz mush nuqtalarni tushunib yetolmadikmi, o'zimizga tatbiqlayolmadikmi? Islom dunyosida o kadar ko'p pul va iqtisodiy imkoniyat va o kadar ko'p odam kuchi va zaminning yuzida hozir eng zillatga, eng xorliq duchor bo'layotgan millat biz olsak kerak. Ya'ni texim yig'inchoqlasam, pul, iqtisod gerçi muhim bo'lsa-mu, ammo aziz bo'lishning dunyodagi tub omili emas. Eng muhim narsa qaysi? Bilim. Bugungi dunyoda pulga bir narsa bermaydigan bo'lib oldi. Hatto dushmanlar eng muhim qurollarni nimaga ben pulga bermaydi masalan. Bunda qarab baqsaqlar bilimiz uni. Pulga sotmaydi shular. Yani o'zi ishlab chiqarolgudek darajada bilim. Shuni kimga etishning, kimga atmaslikning yo'llarini bilgidek bir bilim bizda bo'lgan bo'lsa, hozir bu kunimiz hozirgi shaklda bo'lmagan bo'ladi. Alimning ta'lim tarbiya uchun fidokorlik ko'rsatishi ibodat deyiladi. Men bayatdan deb o'tmayman. Bu savolning javobini bayatdan chiqdi. Bir olim bir millatni tarbiyalash uchun, bir millatni ketayotgan bir xim xatardan balo qazon qutqizish uchun o'zining fikrini hayot bilan badal to'lab o'tish kerak. Buningda olimning fidokorligi eng muhim narsa. Alloh o'zining payg'ambarini bayashda aytdi. O kadar kenar mal dünya birvitalaydi.
Peygamberning quli orqali boshqalarga biroqlam bir qatimdilam yuz tugilab taqsim qilib oldi Alloh shundami ya? Xo'sh. Yuz tugilgan hozirgi pulda millionlar ish ketadigan pul endi. Ammo Peygamber islom hayotidan ketgan vaqtda o'zininki qurol yaroqlari xalqning qishida qarz olgan qarzning qarshiligida ko'radi qolib ketdi dunyodan. Rasulullohning o qadar fidokorligi, o'zi uchun hech nimani istamaganligi atrofdagi sahobalarga qanday ta'sir qildi bilanmi? Jon bergudek bir holat shakllandi. Ya'ni olim o'zining ashta fidokorligini isbotlay olsa, olimning atrofida turadigan nurg'un kishilar o'rtadi bu. Allah razı olsun. İnsanlar yenilik masalaga uchrab turayotgan bugünkidek kunda medialarda cho'ng kichik bo'lsin, ya batil yoki shubhalik narsalar hammasi nashr qilindimda. Buni hammadan Facebook orqali bo'lsin, WhatsApp orqali bo'lsin, Instagram orqali bo'lsin ko'rib turyapmiz. Moshunda bir muhitda endi haqiqiy olim bilan ashunda pishni pasattirayotgan olim otliqlarni qanday farqlandirdi millat? Farqlantirish, o'lchash masalasida masalan bir misol olay. Siz bir do'konga kirdilar, bir rahlar bor. Xo'sh. Rahlarning qaysi qancha metr ekanligini o'lchash uchun sizda bir metr bo'lish kerak. Ya'ni o'lchaydigan metr. Agar o'lchaydigan metr olmay qolsa qanaqa qilinmaydi, o'lchamaydi. Olimlikni o'lchash uchun, olimlikni o'lchash uchun shuni o'lchagidek bir bilim bo'lish kerak. Ya men sualim mesela aşında bir sosyal medya WhatsApp'da aşında her xil söz, her xil fikirlerinki qaysi olimninki so'zi har. Ya'ni millat sezgir bo'lish kerak. Millatni o'rganish kerak. Millatni ma'lumotli bo'lish kerak, ma'lum darajada. Olimni arg'udek darajada. Nima da'vat qilim shu. Qo'lda metr yo'q odam raxtning qancha metrni o'lcholmaydi. Uning boshqa belgisi yo'q. Bo'libmi bugünkidek qalaymaqan sildavatliya sosyal medyada. Hammadan o'zining maxfiy ismida kirayotgan, kimligi aniq emas, gapi qarasa, sir bir o'ngdan qarasa to'g'ri, soldan qarasa nima xato. Unda bo'lgan ekan, buni o'lchash uchun shu millatning o'zining safosini ko'tarish kerak, bilim saviyasini ko'tarish kerak. Aslida bo'lsin, millat qanday bo'lsa, millat o'zining boshlaridan ag'ranmasin, olimlardan ag'ranmasin. Millat qanday bo'lsa, shu millatga loyiq olim chiqadi, shu millatga loyiq rahbar, lider chiqadi. Agar millat qobiliyatli liderga ehtiyojli bo'lsa, haqiqiy saf olimga ehtiyojli bo'lsa, o'zining safosini ko'tarsin, o'zining saviyasini ko'tarsin, shu vaqtda istagini chiqadi. Vaqtni qistab kelyotdi, ammo yana bir necha savol so'rashim kerak. Buni qisqaroq qilib bir izoh berib o'tgan bo'lsizlar. Nima sababdan bugungi kunda ulamolar ba'zi shaxslarninki hujum obyektisi bo'ladi? Birinchi qilib, bunda bir nechta turli sabablar bor. Tabii, men birinchi sababni yana shu boshdan boshlayman. Suhbatning boshida deganimdek, olimlar biroz fidokor bo'lish kerak. Ba'zi ishlarga qarg'ulash kirmaslik kerak. Aniqroq degan vaqtimda. Chunki millat odatdagi millatga o'xshamaydi bizning millat. Boshqalarga o'xshash davlat yo'q, boshqalarga o'xshash makon yo'q, boshqalarga o'xshash bir qitim mag'lub bo'lsa, ikkinchi qitim takror sinash fursati yo'q. Oldimizda faqat birlam qitim fursat o'xshab bo'lg'icha 20-30 yil ketib qoladi. Ya'ni tugashab ketish ehtimolimiz bor. Bunda zil paytda olimlar o'zining as hushini to'liq yig'ish kerak. Chunki oldimizda faqat bir qitimlam sinash fursatimiz bor. Undan ortiq sinash fursatimiz yo'q. Qandaqdir jamiyatdagi ba'zi gapimni biroz takrorlash to'g'ri keldi. Maqom bu shaxsiy manfaat bosh tufaylidan o'zi oxirini ko'rmagan yo'lga millatni boshlamaslik kerak. Oxir ko'rmagan yo'lning oxirisi hang chiqib qolishi mumkin. Millat agishdi olimga. Millat olimga agishib, shu olim deyilgan kishi haydigan mashinaga chiqdi. Ammo yo'lning oxirisi yo'q. Oldida hang mashina ketyapti.
millet bir mahaldan keyin qarasa, mashinada haydab ketayotgan şoför alim yo'q. Bu ahvolga olim diqqat qilish kerak. Chiqayotgan inkaslarninki mencha birinchi sababi bu. İkinci sebebi alimsiz millet olmaydı. Bir milletni, şu milletnin içindeki okumuşluk kişiler, milletin kelgüsünü oylaydigan kişiler, millet nereden mağansa nereye çıkıp, qaysi yoldan başlap, qaysi yolga ayaklaşır olaydı, bildiğin kişiler yetekilmegen millet, çırık yok milletke okşaydı. Bayavanlığa çölge girip kalan milletke okşaydı. Düşman muşu noktadan, milletni öz alimlerden qanday etmekçi, ayırış için bununla namsız bir şekillerde, yani internet bugünkü günde bayatında da namini qo'ymagan kişiler tarafından qanday hücum qiladi. Bu bir ehtimal. Yana birisi, üçüncü ehtimal, hem de düşmanın qilganidan boshqa hemen düşmanga atqolmaydi da. Özümüzning ichidagi o'zi bek ixlosman deyilsa bo'ladigan, ama meseleninki oldi keyinni favqulodda qanday qilmaydigan, tushunmaydigan yaşı kichik, qini qiziq qarindoshlarimiz yoki tushunchisi boshqacha bo'lib qolgan qarindoshlarimizningki favqulodda og'rinishi yoki favqulodda cho'ng umid kutib ketib, kutgan yerdan chiqmaslik tufaylidan ta'tiga o'riliblar o'lim Allohga qarata o'zininki qo'soq ko'pigini chiqarish, achchig'ini chiqarish, bütün ummatninki musibatidan o'lim Allohni mas'ul shaklda ayıplashi, savol so'roq qilishi, shu 3 sabab deb o'ylayman men. Muşu noktadan alimlarga qarata, ulamolarga qarata deydigan gapni bayatni suhbatning ichida ma'lum darajada dedim. Ammo oxirisida millatga qarata deydigan ikki og'iz so'zim bor. Osmon radhiyallohu anhu boshqalar tarafidan uyisiga muhosir qilinib, necha kun shahid qilinib o'ldirildi. Tabiiyki sahobalar hech kimni aybligi bo'lmaydi, haddimiz emas. Ama ümmet olur sübutimiz bilen, bir gavd olur sübutimiz bilen, Osman radıyallahu anhu'nun şu vaxtda qoğdumağanın bedelini ümmet ta bugünkü kadar qanaqatıd ütavatıdı. Bugün günde diginimizdeki alimlar qo'yilgan bir qancha talabimiz var. Alimlar qo'yilgan o'lcham bor, vazifasi var. Ularning jani orqali bu ummatga yetakchilik qilishini, jani orqali yetakchilik qilish bir vazifasi var. Qarshiligida millatning ummatning öz alimlerini köz qarchug'ini asragandek asrash majburiyati var. Xatalası ko'rsatsa bo'ladi. Yani o zaman Müslüman bir milletinin ölümalardan ayrılıp alimsiz holatda mümkün emas yani. Nijotlik qilishi asla mümkün emas. Çoqum ummat mangadigan yo'lni, millat mangadigan yo'lni yo'lda nada nimbalıqni biladigan alim yetaklamasa, mina ko'milgan zaminga kirgan pat qo'ygulam o'xshaymiz. Minaga dast berishimiz mumkin. Çoqum aşağının to'liq hayotini biladigan bizga alim lazım va shu alimlarni millat o'zining jini bilan qo'g'dish kerak. Gapimni xulosalasam, biz ummatga, biz millatga o'zining davosida, o'zining bu ummatga, bu dinga qiladigan xizmatida jinini aymaydigan alim lazım ve bunu bilan najot topamiz ve mushu alimni o'zining jini bilan qo'g'daydigan millat musulmonlar lazım ve bu orqali najot topamiz. Agar ikki namirimiz kam bo'lib qolsa, bizning kelgusimizdan bak umid kutib ketgili bo'lmaydi. Allah razı olsun. 20 sekund vaqt biraz nima bo'lib qoldi. Mana shu millatimizga mana shu nuqtada bir ikki qiz oxirgi so'zlarimni o'limalarni va millat bilan o'limalarni orasidagi qandoq munosabatda bo'lganligi to'g'risida 20 sekund bo'lsa. Balkim ko'nglimdagini bayatma degan shunday bo'lsa-mu, shu sizlar oxirida bergan 20 sekundda deydigan gapim o'limalar, olimlar ummatning olimi, millatning olimi, o'limalarni zoya qilish, olimlarni zoya qilish mohiyatda millatning o'zini zoya qilganlik bo'ladi. O'limalardan og'rinish, o'limalardan cho'ng umid kutishning o'rniga millat o'zidan og'rinishi, o'zidan kutish kerak. Chunki shu o'limalarni shu millat tarbiyalagan va mening millatga deydigan, musulmonlarga deydigan so'zim
Agar qilayotgan da'voyinglarda, mengayotgan yo'linglarda, ayıplagan ayıplashinglarda va yoki har qanday gapinglarda rostchil, mush gapni rostchil bo'lib qolsanglar, kutimiz inshaalloh aranglardan ummatga yetakchilik qilgudek, ummatni to'g'ri yetaklaydigudek olimlarni chiqaringlar. Olimlarni millat chiqaradi. Millat qanday bo'lsa, shu millatga yarasha olim chiqadi, shu millatga yarasha lider chiqadi. Bir gap bor, bu hadis emasmi, aniq esimda yo'q. Mislama takunu yuammar alaykum. Odatda bir millatning ichidagi ko'zga ko'ringan kishilar shu millatning ichidan chiqadi. Millat qanday bo'lsa, shuning qarashini, ya'ni shuning natijasida u millatning boshqa chiqadigan kishilar o'rtaga chiqadi. Millat haq nohaq masalasi farqi aniq olmagan, mavqesi aniq olmagan millatdan haq nohaqni aralashtirgan zolim chiqadi. Adalet uchun jinni biradigan millatdan adil kishilar chiqadi. Adolatga tik tura oladigan millatdan umarlar chiqadi. Umar chiqadi. Ammo nim desa hadilgan galvon millatdan Fir'avn chiqadi. Sahabalar shunda sahabalarki bir ishi ko'ziga sig'masa yoki bir gapi xato bo'lib qolsa, mihrab ustidagi bir xalifaga bir ayol kishi o'rnidan qo'pab turib, "Ey Umar, sen bu gapingga itoat qilmaymiz" deyiladigan bir millat bo'lish kerak, ondan Umar chiqadi. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, Allohning muvaffaq qilishi bilan huquq va majburiyat nomli suhbat programmamiz ostida o'lim mollarning haq-huquqlari to'g'risidagi suhbatni bu yerda oxirlashtiraman. Bu munosabat bilan suhbatimizning mehmoni ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman va Janob Allohdan yaxshilik tilayman. Va bu suhbatimizda hammamizga manfaatli qilib berishini Janob Alloh subhanahu va taolodan so'rayman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.